Uboda ibn Somit roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim tunda uyg'onib la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah lahul mulku va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir alhamdulillah va subhanalloh va la ilaha illalloh vallohu akbar va la havla va la quwwata illa billah. Allohdan o'zga haq iloh yo'q, u yakkadir, sherigi yo'q. Mulk va hamd uniki va u barcha narsaga qodirdir. Hamd Allohniki, Alloh pokdir va Allohdan o'zga haq iloh yo'qdir. Alloh ulug'dir, kuch-quvvat faqatgina Allohnikidir deb, undan keyin Allohummaghfirli, ey Alloh, meni mag'firat qil desa yoki biron hojatini so'rab duo qilsa, unga ijobat qilinadi. Agar shundan keyin tahorat olib namoz o'qisa, namozi qabul qilinadi dedilar. Buxoriy va Termiziy rivoyati. E'tibor bering, bu yerda qilinadigan amal tunda uyg'onib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'rgatgan zikrlarni aytish va Allohning mag'firatini yoki kishi o'z hojatini Allohdan so'rashigina xolos. Buning uchun tahorat qilish ham, turib namoz o'qish ham talab qilinmayapti. Shunchaki odamlar shirin uyquda yotganida uyg'onib, Allohni zikr qiling, keyin esa hojatingizni so'rang, uning mag'firatini talab qiling. So'ngra turib 2 rakat namoz o'qisangiz, nur ustiga nur bo'ladi inshaalloh.